أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 36. Sure Yasin Mekke'de nazil bo'lgan 83 oyat. Nahayt şefqatlik, mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Yasin hikmetli Kur'an bilan qasamki, ey Muhammed, şek şübihisiz ki sen peygamberlerdinsen, doğru yoldasan. Qur'on oti bo'g'ilri ogohlantirilmagan, ya'ni ularga payg'ambar kelmagan, g'ofil qolgan bir qavmni ogohlantirishing uchun g'olib nihoyat mehribon Alloh tarafidan nozil qilingandir. Ularning ko'pchiligiga azob to'g'risidagi hukm haqiqatan tegishli bo'ldi. Shuning uchun ular iymon etmaydi. Biz haqiqatan ularning bo'yinlariga, ingaklargacha taqoqlarni taqadik. Shuning uchun ular haqqa boshlarini eganmaydi. Ularning oldida bir to'siq, keynida bir to'siq qildik. Ularning ko'zlarini pardaladik. Shuning uchun ular iymonning yo'llari to'silib ketganligi uchun hech narsani ko'rolmaydi. Ularni ogohlantiramsan, ogohlantirmamsan, ularga baribir o'xshash, iymon etmaydi. Sen faqat Qur'onga agashgan, marhamatli Allohni ko'rmay turib, qo'rqqan kishini ogohlantira olaysan. Uningga Allohning uning gunohlarini mag'firat qilganligi va esil savob, ya'ni jannat ato qilganligi bilan xushxabar bergin. Biz shubhisizki o'liklarni tirildiramiz. Ularning dunyoda qilgan yaxshi-yomon amallarini va ishlarini xotirlab qo'yamiz. Hamma shay'ini ro'shan daftarda, ya'ni lavhul mahfuzda to'liq xotirlab qo'yganmiz. Ularga, ya'ni kuffarlarga shahar, ya'ni Antakiya aholisini misol qilib keltirgin. O'z vaqtida ularga payg'ambarlar kelgan edi. Aynı zamanda ularga ikki payg'ambar avatdiq. Ular o ikki payg'ambarni inkor qildi. Uchinchi payg'ambarni avatish bilan ularga yordam qildik. Payg'ambarlar ularga: "Biz haqiqatan Allohning sizlarga, ya'ni sizlarni hidoyat qilishga avatilgan elchilarimiz" dedi. Ular: "Sizlar faqat bizga o'xshash inson, mehribon Alloh hech narsa nozil qilgani yo'q. Sizlar faqat yolg'onchisizlar" dedi. Elchilar Parvardigorimiz biladi-ki, biz shak shubhisiz sizlarga avatilgan elchilarimiz. Bizning mas'uliyatimiz faqat ro'shan dalillar bilan tushunishlik qilib tabliq qilishdir dedi. Ular elchilarga: "Biz sizlardan shumpal oldik. Agar sizlar da'vatinglarni to'xtatmasanglar, sizlarni cho'qim tosh kesak qilib o'ldiramiz va bizning qattiq azobimizga uchraysizlar" dedi. Elchilar: "Kufringlar sababidan shumliqinglar o'zinglar bilan billidir. Sizlarga vaz nasihat qilinsa, shumpal olamsizlar, hargiz undaq emas. Sizlar Allohga sherik keltirish bilan haddidan oshquchi qavmsizlar" dedi. Shaharning yiroq joyidan bir kishi, ya'ni Habib Najar yugurib kelib aytdi: "Ey qavmim, payg'ambarlarga agishinglar. To'g'ri yo'lda bo'lgan, iymonga da'vat qilganligiga sizlardan haq so'ramaydigan kishilarga agishinglar. Men nimishqa meni yaratgan va sizlar o'lgandan keyin dargohiga qaytirgan Allohga ibodat qilmay, men Allohdan g'ayrini iloh qilib oladigan bo'lsam, agar mehribon Alloh menga biroz ziyon zahmat yetkazmoqchi bo'lsa, ularning shafaati mendan hech narsani dab qilolmaydi. Hamda meni qutqizolmaydi. Agar undoq bo'lsa, ya'ni Allohdan g'ayrini iloh qilib oladigan bo'lsam, men haqiqatan ochiq gumrohlikda bo'laman. Men haqiqatan sizlarni yaratgan Parvardigoringlarga iymon etdim. Iymonimga quloq solinglar va uningga guvoh bo'linglar. Qavmi uni o'ltirayotgandan keyin uningga jannatga kirgin deyildi. U kashki qavmim Parvardigorimning menga mag'firat qilganligini va meni hurmatliklardan qilganligini bilsa edi dedi. Uningdan keyin uning qavmini jazolash uchun osmondan qo'shin, ya'ni farishtalar tushirmadik. Har qavmni aloq qilish uchun farishtalarni tushirvaguchi bo'lmadik. Faqat bir ovoz bilan nagahan ular ketib qoldi. Allah'ның oyatlarini inkar qiluvchi bandalarga afsuski, ularga bir payg'ambar kelsa, uni masxir qilishdi. Ular, ya'ni Makka aholisi, ulardan ilgari o'tgan nurg'un ummatlarni Alloh qilganligimizni bilmamdi. Ular bularning yeniga, ya'ni dunyoga abadiy qaytmaydi. Ularning hammasi qiyomat kuni hisob berish uchun huzurimizga hozir qilinadi. O'lik, ya'ni qurg'oq zaminni yomg'ir bilan tirildirib, uningdan ular yeydigan ochliqni o'stirganligimiz ularga Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatdir. Biz zaminda nurg'unlagan xo'rma bog'larini, uzum bog'larini barpo qildik. Shu zaminda buloqlarni eqitdik.
Ular uning yana bog'larning mevasini yesin. Bu mevalarni ularning qo'llari yaratgan emas. Ular Allohning ne'matlariga shukr qilmamda, Allah bütün ayıp nuqsonlardan pokdir. O bütün şeylerni cüp yaratdi. Zimindan önüp chiqadigan narsalarning, ularning o'zlarining va ular bilmaydigan narsalar, ya'ni ajoyib maxluqotlarning hammasining jüpti bor. Ularga Allohning qudratini ko'rsatadigan bir alomat kechidan iboratki, uningdan kunduzni ayirib etimizda, ular shu hamon qorong'ulik qoladi. Kun belgilangan joyga qarab sayr qiladi. Bu g'olib hammani bilguchi Allohning oldin ola belgilagan ishidir. Oyga sayr qiladigan manzillarni belgiladik. U oxirgi manzilga yetib borganda xormining qurib qolgan shexiga o'xshash bo'lib qoladi. Kunning oyga yetib elishi, ya'ni ikkisining jam bo'lib qolishi, kechining kunduzdan eshib ketishi, ya'ni vaqt kelmasdan kunduzning o'rnini elishi mumkin emas. Har biri falakda o'zib yuradi. Ularga bizning kamoli qudratimizni ko'rsatadigan alomat shuki, biz ularning urug' avlodini yuklar bilan toshqizilgan kemasiga tushirdik. Biz ular uchun shu kemaga o'xshash, ular tushadigan narsalarni yaratdik. Agar biz xohlasak, ularni g'arq qilib etamiz. Ularga yordam berguchi bo'lmaydi va ularni qutuldiruvchi bo'lmaydi. Faqat biz rahim qilganligimiz va ularni muayyan muddatgacha hayotdan bahramand qilganligimiz uchun ular qutuldiriladi. Ularga rahmatga erishishinglar uchun oldinglardagidan, ya'ni dunyo azobidan, orqanglardagidan, ya'ni oxirat azobidan qo'rqinglar deyilsa, ular buningdan yuz o'raydi. Parvardigoringning payg'ambarlarning rostligini isbotlaydigan oyatlardan bir oyat kelsa, ular buningdan yuz o'raydi. Agar ularga Alloh sizlarga rizq qilib bergan narsalardan peqirlarga sadiqa qilib beringlar deyilsa, kofirlar mu'minlarga masxir qilish yuzidan, agar Alloh xohlasa rizq ta'minlaydigan odamni biz ta'minlamdik, sizlar faqat ro'shan gumrohsizlar deydi. Ular agar rostchil bo'lsanglar, bu va'da qachon ishga oshadi deydi. Ular faqat bir ovoznila, ya'ni Isrofil alayhissalomning birinchi qitimliq chalgan so'rinini kutadi. Ular dunyoda savdo setiq va shuningga o'xshash ishlar ustida janjallashib turgan holatlarda o ovozlar ularni halok qiladi. Ular bir-birsiga vasiyat qoldirishga, oilasiga qaytishga qodir bo'lolmaydi. Ikkinchi qitimliq so'rchilingan aman ular qabrlardan chiqib Parvardigori tarafga yuguradi. Ular voy ist, bizni uxlayotgan yerimizdan, ya'ni qabrimizdan kim uyg'otdi deydi. Chunki ular ikki sur orasida uyquda bo'lib, azobdan xoli bo'ladi. Farishtalar yo mu'minlar ularga javoban, mehribon Allohning va'da qilgani mushu kun payg'ambarlar rost aytgan deydi. Faqat bir ovoz bilallah ularning hammasi huzurimizga hozir qilinadi. U kunda hech bir insonga qilchi zulm qilinmaydi. Sizlarga faqat qilmishinglarga yarasha jazo beriladi. Shubhisizki, u kunda jannat ahllari ne'mat ichidadir. Ular va ularning juftilari jannatlarning soyalari ostida taxtlarga yulangan holda turadi. Ular uchun jannatda turli mevalar bor. Ular uchun jannatda ularning ko'ngli tortgan narsalar bo'ladi. Mehribon Parvardigori tarafidan ularga salom deyiladi. Gunohkorlarga, ey gunohkorlar, bugun bir tarafga ayrilinglar deyiladi. Sizlarga payg'ambarlarim orqali, ey odam bolalari, shaytonga cho'qinmanglar, u haqiqatan sizlarga oshkora dushmandir, mangla ibodat qilinglar, bu to'g'ri yo'ldir deb tavsiya qilmadimmi? Shubhisizki, shayton sizlardan nurg'un kishilarni ozdirdi. Buni tushunmamsizlar? Sizlarga va'da qilingan jahannam mana shu. Sizlar dunyodagi cheg'inglarda kofir bo'lganliginglar uchun bugun jahannamga kiringlar. Shu kunda ularning eg'izlarini pechatlaymiz. Ularning qilmishlarini qo'llari bizga so'zlab beradi. Putlari guvohlik beradi. Ya'ni har a'zo uningdan sodir bo'lgan ishni so'zlab beradi. Agar biz xohlasak, ularning ko'zlarini albatta yo'q qilib etatdik. Ondan ular yo'l mengishga oldiraydi. Lekin ular qandoqmi ko'ra olsin? Agar biz xohlasak, ularni uylarida surati mubaddal, ya'ni maymun, cho'shqa va yoki tosh qilib etatdik. Shuning bilan ular oldig'imi mangolmaydi, orqag'imi qaytolmaydi. Biz umrni uzun qilgan odamning tenini ojizlatib etimiz, ya'ni yoshlik, qironliq vaqtidagidan ojizlaydi, qeriydi. Ular buni tushunmamdi?
Onunğa yani payg'ambarga biz she'r ta'lim bermadik. Onunğa she'r munosibmi emas. O faqat tiriklarni ogohlantirish, kofirlarga azobning tegishli ekanligini bildirish uchun nozil bo'lgan vaz-nasihatdir va ro'shan Qur'ondir. Ular bilmamdiki, ular uchun hayvonlarni qudrat qo'limiz bilan xalq etdik. Ular hayvonlarni boshqarib turg'uchidir. Hayvonlarni ularga bo'ysundirib berdik. Ular o hayvonlarning ba'zisini minidi, ba'zisini yeydi. Ular shu hayvonlardan foydalanadi va sutlarini ichadi. Ular Parvardigorning bu ne'matlariga shukr qilmamdi. Ular yordamga erishishni umid qilib, Allohni qo'yib boshqa ma'budlarni iloh qilib oldi. O ma'budlar ularga yordam berolmaydi. Bular shu ma'budlar uchun, ya'ni ularning xizmati uchun hozirlangan qo'shindir. Ey Muhammad, ular ya'ni mushriklarning so'zi, ya'ni seni inkor qilganligi seni g'amkin qilmasin. Biz haqiqatan ularning dillaridagini va oshkor qilgan so'z va harakatlarini bilib turibmiz. İnson bilmamdiki, biz haqiqatan uni obi ma'nidan yaratdik. Endi u Parvardigoriga oshkor husumatchi bo'lib qoldi. U bizga insonning qayta tirilishini yiroq sanab, chirigan so'ngaklarni misol qilib ko'rsatdi. O'zining yoritilganligini bo'lsa unutdi. U chirib ketgan so'ngaklarni kim tirildira oladi dedi. Aytqinki, uni eng dastlabda yaratgan zot tirildirdi. U har bir maxluqni bilguvchidir. Allah sizlar uchun yeshil daraxtdan o't paydo qildi. Sizlar uning bilan o't yoqisizlar. Osmonlarni va zaminni yaratgan zot ularning o'qishini yaratishga qodir emasmi? U buningga qodir. Allah mahir yaratquchidir, hammani bilguvchidir. Allah bir shay'ini yaratishni iroda qilsa, uningga vujudga keldaydi-da, u vujudga keladi. Allah pakturki, har bir narsaning egilik huquqi uning qo'lidadir. O'lgandan keyin uning dargohiga qaytarilasizlar.